Assalomu alaykum hammaga. Akalar, shu Ahmad shu hadish qilib keldilar. Muntazam bilib qo'yinglar. Yosh bola demanglar, o'sha demanglar. 18 yoshdan o'tdimi, mujik bo'ladi. To'g'ri. Yosh o'tdi, qirqqa ketsa ham, 30ga ketsa ham tushuniladi. Bu professionalni bo'l. Yana oshib gap tutmaylar. Kimlar qarab gaplar bo'lsa, kelib yuzim gapiringlar. O'yinga mana shu Ahmad. Bu ringda urib tepamiz, birimizni nagal qilamiz. Pastga tushgandan keyin aka-uka shunaqa qanaveradi. Sport o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Ustozlarga katta rahmat. Ustozlar rozi bo'lsinlar. Avvalambor mana chiroyli o'tib turgan to'r musobaqasi ham, Xudo xolasa mana hozir Bahodir bilan biz Toshkentda qilish planini katta qilib qildik. Mana o'zi Bobur bilasizmi, mana hozir o'zi kamarni ham oldi, hamma narsani qildi. O'zi o'rniga ketayotgan bo'lsa, Mashqda Andijon shu mana shuncha sportsmenlarga o'rnak bo'lsin deb chiqdi. Kibrlanmadi, chiqib har doim o'zini kuchliligini ko'rsatib ekan. Xudo xolasa sanani natijalari oldinda bolalarga, yoshlarga kelajak o'sayotgan yoshlarga o'rnak bo'lib qoladi. Andushi davr. Ustoz o'rgatdi. Qada to'g'ri, biror o'ynashi mumkin. Bular chempion bo'lib kelib, o'yin baland bo'lib turib, boshqa o'yinni o'tirib, mana aka urushyapti demanglar. Bu sport. Men shuni tanlaganman. Qaysi sport bo'lishidan qat'iy nazar odam urishaverish kerak. Maqsad bormi naryoqda uzoq ko'zlaganmi? Urishaverish kerak. Jangovar sportda hammasi turish kerak. Boks, kickboks, yaqinda ham boks turishdim. Bu kickboks hamma joyda urishaveraman. Bu o'zim men bilan chempion bo'lib keldim, men deb turib kibrlanib yo'q urishmayman demadim. Bu sport. Urish kerak. Men mana shuni tanlaganman. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat katta. Alloh razı olsun sizlardan hammalar. Chiroyli qilishni Bobur duo qiling. Mana yosh kattalarni bu mashqda o'rnak bo'lib turibsiz. Mana sizlar yoshimiz ko'plab bilan tarbiya qilyapsizlar Andijonda. Bularni duo qiling, bular o'ssin, bular ertaga dunyoni zabt etsin. Yaxshi sportimiz rivojlansin. Duo qiling bolalar. Amin. Doim yuzinglarni yorug' qilsin. Nima maqsad qilgan bo'lsanglar, eng zo'riga erishasiz. Amin. Haqiqiy jang albatta doim g'alaba qozonadi. Alloh taolo doim qo'llab-quvvatlasin, yuzinglar yorug' qilsin. Alloh sizga